Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana 23-fevral mana bu Ukraina korona sortli yejivikalarimizni simga bog'lab chiqdik. Mana shunday holatda. Mana ichini frizada haydayapmiz. Mana bu birinchi yurishi ancha o'tlarini nima qilib chiqdi. Mana bu ikkinchi yurishi. Bitta yurgandan keyin qayta yurishida mana juda chiroyli holatda haydab beryapti. Samarqand Tayloq tumanidagilarga mana shu friza xizmatini ham taklif qilaman. Ishi yaxshi, nima traktorda boshqa xizmatlarni ham qilib beraveradi. Xizmatlari ko'p, instrumentlari, mana shunaqa friza yoki yer ag'darib haydash, tayyorlash hammasiga narxini juda chiroyli qilib kelishgan holda tayyorlab beradi. Xo'sh, yejivikamizni qatori 3 metrga ekilgan, friza 2.20. O'shaning uchun katta traktorda haydash uchun shunaqa katta qilgan edik. Mana hozir chiroyli holatga kelyapti nasib bo'lsa.